Lobda yura olaman degan akalarimiz uchun chempionni oppog'idan kelib qoldi-yu. Narxini taxmin qilib ko'ring. Taxminingizdan arzon etsam, laykni bitta qizartirib yuborasiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, probegi bor yo'g'i 28 mingdan ozgina oshdi. 28.100 qanchadir bo'pti. Kraskasi top-toza ekan. Akalarim o'zlari tekshirtirib, sotuvga tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Batareyalari 100% chiqibdi. Bemalol ustingizga ko'rsatib tekshirtirib olsanglar bo'ladi deyaptilar. Balonlarni ham holatini ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi ekan. Oldi-orqa perkitka qilib olsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Salondagi ko'jalarning holati ham yengidek bo'lib turibdi. Mashinaning ichidan hidi kelib turibdi hali. Programmalar yozib tayyor qilib qo'yishibdi. Shu YouTube, Telegram, Counter-Strike xullas ishlatadigan hamma programmalar bor ekan. Bitta shu joyi sinib qolgan ekan. Egalari yangisini olib qo'yganman, alishtirib beraman deyaptilar. Bitta mashinada miyatina qilib yuboradigan joyi bor ekan. Bagajdagi aksesuarlar, hamma narsasi bor deb aytibdilar. Bitta shu 7 kilovatlik zaryadkasi chiqmagan deb aytdilar. Hatta ko'rsanglar bo'ladi. Zavoddan nima chiqsa, hamma aksesuari tayyor turibdi. Narxini taxmin qilib ko'rdingizmi? Taxmin qilganingizdan arzon etsam, bitta qizartirib olmasangiz bo'lmaydi. Egalari bilan kelishib, savdolashib 23.700 ga ko'ndirib qo'ydik. Pastda egalarining nomerini yozib qoldiramiz. Telefonlashib, aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Shunaqa videolarni o'tkaza olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.